Hazreti İsa bu duanı qilgandan keyin shogirdlar bilan birga tashqariga chiqib, Yerusalimning sirtidagi Kidron vodiysining u qetiga o'tdi. U yerda bir bog'cha bor edi. Hazreti İsa bilan shogirdlari u bog'chaga kirdi. Uningga sotuvlik qildigan Yahudami u yani bilatdi. Chunki Hazreti İsa shogirdlari bilan pat-pat u yerda jam bo'ladi. Shunda qilib Yahuda bir qism Rim lashkarlari bilan oliy ruhoniylar va farislar avatgan ibodatxona qorovullarini boshlab bu yerga keldi. Ularning qo'llarida panus, mashal va qurollar bor edi. Hazreti İsa beshiga keldiganlarning hammasini bilib, ularning oldiga chiqib, "Kimni izdaysizlar?" deb so'radi. "Nasiralik İsa'ni" deb javob berishdi ular. Hazreti İsa ularga, "Mana, men shu" dedi. Onunga sotqulik qilgan Yahudami ularning qatorida turadi. Hazreti İsa, "Mana, men shu" deyishigla ular orqaliga yenib, yerga yiqilishdi. Hazreti İsa ulardan yana bir qitim, "Kimni izdaysizlar?" deb so'radi. "Nasiralik İsa'ni" deyishdi ular. "Sizlarga aytdim-ku, mana, men shu. Agar menila izdigan bo'lsanglar, bularni tutmanglar" dedi Hazreti İsa. Bunun bilan o'zining "Ata, sen bana berganlardan hech qaysisini yo'qotmadim" degan so'zi amaliyotda isbotlandi. Simon Petrus yendiki qilichni qo'liga ilib, bosh ruhoniyning Malkus ismli chaqirga urdi. Qilich chaqarning o'ng qo'liga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazreti İsa Petrusga, "Qilichni g'ilibonga sol. Meni otam amr qilgan bu azob qadihini ishmaydi demsan" dedi. Şunun bilan lashkar to'pi bilan qo'mondoni ham Yahudilar avatgan ibodatxona qorovullari Hazreti İsa'ni tutib bog'lashdi. Ondan uni oldi bilan shu yili bosh ruhoniy bo'lib turgan Qayopaning qiynotisi Hananning oldiga elib berishdi. Burun Yahudi oqsoqollarga butun xalqning halok bo'lishidan saqlanishi uchun birla odamning o'lishi afzal degan kishi dal shu Qayopa edi. Simon Petrus bilan yana bir shogird Hazreti İsa'ning kaynidan egishib mangan edi. O shogird bosh ruhoniyning tonishi bo'lganligi uchun Hazreti İsa bilan bosh ruhoniyning oilasiga kiralidi. Simon Petrus bo'lsa tashqarida darvozaning yanida qoldi. Shunga bosh ruhoniyning tonishi bo'lgan shogird tashqariga chiqib, darvozadan qiz bilan so'zlashib, Petrusni ichkariga boshlab kirdi. Darvozadan qiz Petrusdan, "Sizmi İsa'ning shogirdlaridan emasmi?" deb so'radi. "Yo'q, men emas" dedi Petrus. Hava soğuk bo'lganligi uchun bosh ruhoniyning chaqarlari va ibodatxona qorovullari yog'och ko'mirdan yiqilgan gulxonning cho'rsida isinib turishadi. Petrusmi ularning yenida turib o'tqa qoqlandi. Bosh ruhoniy Hazreti İsa'dan shogirdlarini va uning ta'lim berishi bilan munosabatlik savollarni so'radi. Hazreti İsa
uningga mundaq javob berdi. Men so'zlarimni hamma odamlarga oshkora so'zladim. Yahudilar yig'iladigan yerlik ibodatxonalarda va markaziy ibodatxonada doim ta'lim berdim. Hech qanday maxfiy so'z qilmadim. Bularni nemishqa mendan so'raysiz? So'zlarimni anglaganlardan so'rang. Ular nima deganligimni biladi. Hazrati Ayso bu so'zlarni qilganda yenida turgan ibodatxona qorovullardan biri uni bir qachat urib, bosh ruhoniyga mushundoq javob qaytaramsan dedi. Agar xato gap qilgan bo'lsam, buni ko'pchilikning oldida ko'rsat. Ammo e'tiqodlarim to'g'ri tursa, meni nima uchun urasan? dedi Hazrati Ayso uningga. Bunun bilan ondan uni bog'liqlik peti bosh ruhoniy Qayopaga yo'lladi. Simon Petrus o'tning oldida sinib turayotganda boshqalar "Senmi Aysoning shogirdlaridan emasmi?" deyishdi. "Yo'q, men emas", deb tondi Petrus. U yerda bosh ruhoniyning chakorlaridan biri, ya'ni Petrus qulug'ini chepib tashlagan odamning tuqqini bor edi. U Petrusga "Bog'chida seni Ayso bilan birga ko'rdimmi?" dedi. Petrus yana tondi. Dal shu chog'da g'o'roz chilladi. Tang yorganda Hazreti Ayso Qayopaning yenidan Rimlik vali Pilatusning o'rtasiga elib kelindi. Uni elib kelgan Yahudi oqsoqollari bo'lsa, o'zimizning e'tiqodini bulg'ab olmayli deb o'rniga kirmay, sirtda saqlab turadi. Bo'lmasa, o'tib ketish shaytining dostig'iga jam bo'la olmaydi. Shunga vali Pilatus tashqariga chiqib, ularning oldiga kelib, "Bu odamning ustidan nima ish to'g'riliq arz qilisizlar?" deb so'radi. Ular, "Bu odam yomon ish qilmagan bo'lsa, uni sizga topshirmagan bo'lardik", deb javob berishdi. "Uni o'zinglar elib ketib, o'z qonunlar bo'yicha so'ranglar", dedi vali Pilatus ularga. Ular, "Bizning o'lim jazosi berish huquqimiz yo'qsa", deyishdi. Hazrati Aysoning o'zining qanday o'ldiganligi to'g'risidagi oldin aytganining amalga oshirilishi uchun bu ishlar yuz berdi. Vali Pilatus yana o'rdisiga kirib, Hazrati Aysoni chaqirtib uningdan, "Sen Yahudilarning podshoyimi?" deb so'radi. Hazrati Ayso uningga, "Bu savolni o'zingiz qo'yayotamsiz yoki boshqalar men to'g'riliq sizga shundoq aytganmi?" dedi. "Men yo Yahudi bo'lmasam, bundaq savollarni so'raydigan. Seni menga topshirganlar o'z xalqing va oliy ruhoniylarga nima jinoyat o'tkazgan eding?" dedi vali Pilatus. "Mening podshohligim bu dunyoga mansub emas. Agar mansub bo'lsa-di, shogirdlarim mening Yahudilarga topshirmasligim uchun jang qilgan bo'ladi. Holbuki mening podshohligim bu dunyodagi podshohlikqa o'xshamaydi", dedi Hazrati Ayso. "Demak, sen bir podshoh, shundaqmi?" dedi vali Pilatus. "Aytganingizdek, men podshoh. Men haqiqatga guvohlik berish uchun dunyoga keldim. Haqiqatda turadigan kishilar mening so'zlarimni anglaydi", dedi Hazrati Ayso. Vali Pilatus uningdan, "Haqiqat degan nima?" deb so'radi. Vali Pilatus bundaq deb so'rgandan keyin yana tashqariga chiqib Yahudilarga, "Men uningdan hech qanday jinoyat topamadim. Lekin sizlarning har yili o'tib ketish yetida
Yahudi mahbuslarning birini qo'yib berishni talab qilish odatinglar bor. Shunga agar xohlasanglar, bu Yahudilarning podshoyini qo'yib beray, dedi. Ular yana bu odamni emas, Barabasni qo'yib bering, deb chuqon selishdi. Barabas bir qaroqchi edi.